Biz yuqorida xalq puli degan gapni og'izga olgan edik. Endi bunga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Xalq puli tez suratda qimmatini yo'qotishga boshladi. Kelar qatimda privatdan voz kechimdi. Uy imorat savdosi to'nglab qolamdi. Mavzuda xabar 6-ayning 21-kun Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Hozir sim yomg'ir yog'yapti, hurmatli vatandoshlar. Bir kecha yog'di, yana hozir yog'yapti. Mashalik ham tugicha to'xtab tursa, uningdagi quyib etsin mayli. Xabar bundoq boshlandi. Yaqinda Jungoda paychak bozori baho, qarz, privat bahosi, tuvar mallar, kapital bozorida tushish mumkin bo'lgan hamma narsaning qimmati bahosi tushishga boshladi. Buning ichidagi bir muhim sabab dollarning qimmati o'sishga boshladi. Buning ichidagi bir muhim sabab dollarning qimmati o'sishga boshladi. Dollarga o'sim qo'shyapti. Shunami vatandoshim? Bug'doyga o'g'oq soladigan vaqt kelgandek, buron biz ko'rsatgandek, ustal atrofida pasib polga tushib qolmaslik uchun buron biz besib keldik. Xalq pulining qimmati o'zgarmaydi. Amerikani xato qilmaydi dedik. Hozir endi barliq soxtaliklar yırtib tashlangan bo'lsa-mu, sarsılıqlar, ya'ni niqoblar yırtib tashlangan bo'lsa-mu, endi bizning andish qiladigan hech nimamiz qolmadi. Yaqindan beri xalq pulining qimmatini yo'qotish borgan sari tez bo'layotdi. Dollarning qimmat ko'rsatmalik miqdori 95% yaqinlab keldi. Men diqqat qayta da'vatim hurmatli vatandoshim, dollarning ko'rsatkichlik o'sish miqdori 100% ga yetganda Yevropa o'zgarish davriga kirgan edi. Hozir 95% yetib kelib, yana 5% qoldi. Oldimizda xabarlar yozilgan xabarlar dollarga o'sim qo'shish, yana qo'shish, mush yil va kelar yil 5 qatim. 5 qatim elib berilgan bu ish intayin nazok, dunyoda intayin og'ir ishgan vatandoshim. 95% o'tkalga yetib kel. Xalq puli mushayapti, 1% chamasida qimmatini yo'qotdi. Bu yüzlanishga asoslangan bu qatim dollarning xalq puliga ayriboshlash dolqinining 7% bosib o'tishi bu taxmin bir voqea bo'lib qoldi. Demak, tez orada dollar ayriboshlash xalq puli 7% ga chiqadi. Yani öy imarat meselesini sözleşimiz gerek. Öy imarat bazırda eğer mazgapçılık mevcut. Bu mazgap hazır pul siyasetinin makanı besim peyda kıldı. İktisatның işpadisi barğan sır osallaştı Jungoda. Amanet koysunuz birdiğen üsüm Amerika'nınkiden tüven boldu. İktisatның işpadisi közlügen nişanı yetelmedi. Elik Amerika'da üsüm amanet koysunuz üsümü yukarı. Jungo'da amanet koysunuz üsümü tüven digellik Amerika'nınkinden tüven boldu digelim. İktisatның işpadisi közlügen nişan yetelmedi. Undaqta kızıllık pulda bir öy xiyal peyda bol. O vaqta muşunda kızıkçılık yolu da kişiler ya Jungo hükümetinde bir oy xiyal peyda boldu. O bolsumu tizlik ölen çekiniş. Jungo'dan çekiniş. Çünkü bu pul kapital Jungo'ga kirip kelgende o çok yorok kirip kelgen. Çet el meblağ salgıçılar Jungo'ga kirip kelgende o çok yorok kirip kelgen. Hazır emde çekiniş. Tizlik ölen Jungo'dan çekiniş. Normalık kirip kelgen. Norma pul kütürep kirgen. Mançı dollar elip kirgen Jungo'ga. Kişiler ketimen dese sen onu tosip kalalmaysan. Şuna ola kolodaki xalq pulunu kötürüp bankaga dollarga almashtırdı. Banka xalq pulunu yig'ib oladi. Tashqi privat boshqarish idorasiga berib, banka bu pulni boshqarish idorasiga berib dollarga tigishgandan keyin chet el shirkatlari mangdaga vaqt xalq pulini ekiladi banka boshqarish idorasiga berib bu pulni dollarga tigishgandan keyin xalq pulini ko'tarib kelganlarning qo'liga beradi. Eliq shirkatchilar ketimiz degan shirkatchilarning qo'liga dollar beradi. Bu tipdagi xalq puli bankaga qaytib kelgandan keyin bank sistemasidan chiqarib etiladi.
bank sistemisining, sanama sistemisining bu pul yo'q bo'ladi deydi. Buning ifodasi shu bo'ldiki, tashqi provod oz yeyishga boshlaydi. Xalq pul davlat ichida oz yeyishga boshlaydi. Davlat inchga, nozik nazariy narsalarga vatandashim men tuzam toza anqaraladimi yo'q, to'g'ri tushundimmi yo'q buni bilmayman, lekin bank sistemasi sizga murakkab, giralishib ketgan munosabatlar ekan. Dollar qiymatining o'zliksiz o'rlishiga ergishib, tashqi provod zapisining besimi zo'rayishga boshladi. 4-oyda tashqi provod 180 million dollar azlab ketdi. 5-oyda tashqi provod 142 million dollar azlab ketdi. Garchi ko'lam jihatda zo'r bo'lmasa-mu, bu qizil raqam sharoitida yuz berdi. Kelgusida savdo umumiy ko'lamidan pasaygan siri dollarning ko'rsatkichi davomli o'rlaydigan bo'lsa, alqadak 95 dan 100 ga o'rlaydigan bo'lsa, provod zapisining eqib ketishi bargan sari zo'raydi, tezlashidi. Bir necha oyda 100 milliard dollar eqib ketadi. Markaziy bankining kapital qarz jadvalida xususiyla pul qarzining tamoman aksicha xalq pulini bankada qo'yish, kapital Markaziy banki tarqatgan qarz, uning kapitali bo'lsa provod zapisi. Agar provod zapisi o'rlaydigan, tuvallaydigan bo'lsa, zapisi tövellaydigan bo'lsa, davlat ichida xalq puli azlaydi. Şuna azər bəz ikki tallashqa duch keldik deydi xabar yozuvchi Xitoy apandi. Tashqi provodni qo'g'dab qilishimiz kerakmi yoki uy bahosini qo'g'dab qilishimiz kerakmi? Uy imorat bahosini qo'g'dab qilishimiz kerakmi? Chunki provodni qo'g'dab qololmasang, uy bahosi degan baho mavjud bo'lmaydi. Tashqi provod eqib kelsa, davlat ichida xalq puli bankaga qaytib kelsa va bu qaytib kelgan pul hisobot sistemasidan chiqib ketsa, unda davlat ichida obrot yetishmaydi. Uy bahosini qo'g'dab qolg'ili bo'lmaydi. Garchi bizning ham ishkimiz, buning men ham ishkini tushunmadim. Tushunsanlar shu birinchi tushuninglar vatandashim. 170 trillion bo'lsa, amaliy obrot qatnashayotgan naqd pul 30 trillion bo'lsa, o'tganda so'zganliksimiz deganida hozir Jungoda tashlanib qolgan, sotilmay qolgan uyning pul qiymati, haqiqiy pul qiymati miqdori 300 trillion yuan. O'ttirdi eqib chigan obroz qatnashayotgan Jungodagi naqd pul yoki cheklik pul, chek bilan mangdigan pul 30 trillion dollar degan edik. Hozir mana yer chiqyapti. Naqd pul 30 trillion dollar bo'lsa, tashqi provod zapisimiz 3 trillion dollar bo'lsa, taxminan yerim nisbat egallagan bo'lsa, undaqda yetib keladigan zarba intayin zo'r bo'ladi. Tushundingizmi? Yetib keladigan iqtisod sohasidagi zarba intayin zo'r bo'ladi. Dal shundaq vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga savdo urushi e'lon qilib rasmiy yo'lga qo'ymagan bo'lsa-mu, savdo urushi yetib kelyapti Jungoga. Xalqaro boj so'mmasi miqdori o'rlayapti Jungoga qartilgan holda. Demak, Jungoning iqtisodi shu xalqaro besim hal qiladi. Ikkinchi tanlash, ayrıvaşlash va tashqi provodni saqlab qolish. Bunda xalq pulning qiymati kichik ko'lamda tushishga bo'ladi. Ana tushishiga yo'l qo'yishga bo'ladi. Qiymati tez tushib kelsa, xalq pulining qiymati tez tushib kelsa, ayrıvaşlash qiymati tez tushib ketadi. Demak, bugun 6 dollar va 6 yuan bo'lsa, bugun 7 yuan bo'lsa, 8 yuan chiqadi degan gap. Tushib ketadi. Undaqda tashqi provodni saqlab qololmaysiz. Bu endi xalq pulining tushayotganligi, baholashga yuzilayotganligi, xalq puli bilan bank munosabati, xalq puli bilan provod munosabati, xalq puli bilan chet el shirkatlarining Jungoga solgan mablag'i, ularning chekinish. Jungo bozordan chekinib chiqib ketimiz deyotganligi, shu o'tirdagi murakkab savdo bank munosabatlari ekan, vatandoshlarim, shundoq tushunsanlar bo'ldi.